Redstone o'zi nima? Siz undan oddiy eshik ochishdan tortib, haqiqiy ishlaydigan kompyutergacha yaratishingiz mumkin. Lekin bu qanday ishlaydi? Keling tushuntiraman. Katta ehtimol bilan siz uzundan-uzun ma'lumotlar o'qishni yomon ko'rasiz yoki umuman o'qishni bilmaysiz. Shunday ekan men qisqagina videoyim orqali redstone mexanizmlari qanday ishlashini bilib olishingiz mumkin. Redstone oddiy holda uni -59 balandlikdan yoki qishloq aholisi bilan savdo orqali olish mumkin. Shuningdek, redstone damlamalarning vaqtini ham oshira oladi. Redstonening o'yindagi asosiy vazifasi signal yuborishdir. Bu quvvatni qabul qiluvchi bloklarga signal yuboradi. Signal yuborish darajasi esa 15 blokgacha amal qiladi. 16-blokka kelib signal yetmaydi. Shuningdek, signal qisman bloklar orasidan ham o'ta oladi. Narigi tomonda redstone bo'lsa albatta. Qizil mash'ala. Uning qo'yilish tartibi oddiy mash'aladan umuman farq qilmaydi va oddiy signal yuboradi. Lekin siz uni devorga qo'ysangiz va yuqoridan signal yuborsangiz, u o'chadi va signal yuborishni to'xtatadi. Bundan esa ajoyib mexanizmlar yaratish mumkin. Richak, tugma va plitka. Bularning uchalasi ham 3 xil usulda signal yuboradi: doimiy, bir martalik va ixtiyoriy. Shuningdek, richak va tugmalarni shamol shari bilan boshqarish mumkin. Bilamizki, Minecraftda plitkalarning har xil turlari bor va ularning har biri turlicha signal yuboradi. Masalan, ba'zi plitkalarning esiga blok tashlasangiz, u blokning og'irligiga qarab signal yuboradi. Ba'zilar bilan esa bu umuman ishlamaydi. Sekinlatgich va hisoblagich. Sekinlatgichni 3-darajagacha sekinlatish mumkin. Shuningdek, sekinlatgich signalni faqat bir tomondan qabul qiladi, ikkinchi tomondan kelgan signalga ahamiyat bermaydi. Yuqorida sizga signal faqat 15 blokgacha yetib borishini aytgan edim, lekin signal tugash nuqtasiga sekinlatgichni qo'ysangiz, signal yana 15 blokgacha davom etadi. Shuningdek, sekinlatgich o'z nomi bilan kelayotgan signalni sekinlashtiradi. Men shuni aniqladimki, ko'plab o'yinchilar hisoblagich qanday ishlashini tushunmas ekan. Hisoblagich ikki xil vazifani bajara oladi. Birinchisi, u narsa solish mumkin bo'lgan bloklarda qancha arsa borligini hisoblab signal yuboradi. Masalan, sandiqda qancha arsa borligi, komposterga qancha o't solingani, kitoblarning qay tartibda joylangani va musiqaning baland-pastligiga qarab signal yuboradi. Ikkinchi usul esa u kelayotgan signalni hisoblaydi. Ya'ni hisoblagichga 3 tomondan signal kirayotgan bo'lsa, birgina chiroqni yoqish orqali ularni bir-biridan ayirish mumkin. Signal kamroq bo'lsa ko'proq, ko'proq bo'lsa kamroq kuch hisoblagichdan o'tadi. Uloqtirgichlar. Uloqtirgichlarning 2 xil turi bor va ikkalasi 2 xil vazifani bajaradi. Masalan, birinchisi o'qni shunchaki uloqtiradi, lekin ikkinchisi o'qdan foydalanadi. Bu nafaqat o'q, balki qor shari, shamol shari, olovli shar, damlamalar, hattoki shalkir bo'lishi ham mumkin. Shuningdek, aslahalarni ham osongina kiyish mumkin. Sezuvchan yoxud turq sovuq bashara. Sezuvchaning asosiy vazifasi yonida paydo bo'lgan yoki yo'qolgan narsalarni sezadi va signal yuboradi. Bu blok, suv, hattoki olov ham bo'lishi mumkin. Pistonlar. Pistonlarning ham 2 xil turi bor. Biri oddiy, ikkinchisi yopishqoq. Oddiysi shunchaki blokni itarsa, ikkinchisi ham itaradi, ham tortib oladi. Lekin pistonning itarish darajasi cheksiz emas. U 11 blokdan keyin boshqa blok itara olmaydi. Shuningdek, piston ba'zi bir qattiq bloklarni ham itara olmaydi. Va muhim eslatma, hech qachon pistonni suvga qarshi ishlatmang. Tovush sezuvchan. Oddiy tovush sezuvchan ovoz eshitishi bilan 4 tomonga signal tarqatadi. Kristalli varianti esa faqat 3 tomonga, ya'ni kristal qarab turgan tomondan signal yuborilmaydi. Lekin bularning farqi faqat bunda emas. Oddiy varianti 8 blokgacha tovushlarni seza oladi, kristalli varianti esa 16 blokgacha. Kristalli tovush sezuvchanning yana bir ustunlik tomoni bor. U tovushlarni filtrdan o'tkaza oladi, ya'ni ma'lum bir tovushlarga javob qaytaradi, ma'lumlarga javob qaytarmaydi. Buni qilish uchun